Mana bugun ideal market yoqda birinchi etajda bir xonali kvartiraning obzoruna keldik. Isxatlatgan kvartiramiz. Oyina etiga 400 ming so'm to'lanadi shu kvartiraga. Ishonasizmi Murodjon? Bu esa srazu spalnimiz bo'ladi. Razmeri 4.20 ga 3 razmerda bo'ladi do'stlar. Spalni komplekt polni qoladi, uvalog ham qoladi. Konditsioneri va bitovoy texnikalari kelishiladi ekan. Wi-Fi'lar tushib turibdi, kameralar qo'yilgan, bir ochib ko'ramiz. Va bu sanuzeli. Dapatolog kafel qilingan bo'ladi. Hamma narsasi ishlab turibdi, yaxshi narsalardan qo'yilgan. Kuxnyamiz aytib o'tganimdek, duxovkasi, xolodilniklari olib ketiladi, kelishsa qoladi. Gilamlarning o'zi akrildan qo'yilgan, ya'ni qimmat gilamlar, kvadrat metri 300-400 ming so'mdan bo'ladi do'stlar. Sassenalari zo'r turibdi, kuxonniy mebel, gaz plitasi, gazli unli kotel bo'ladi do'stlar. Ya'ni bu yerlarda gaz bo'ladi. Har bir oynaga ikkita oynamiz bor, reshotkalari qo'yilgan, jalyuzilar qo'yilgan, spalnini ko'rdinglar. Perdalari qo'yilib turibdi. Narxlarga keladigan bo'lsak, narxni aytishdan oldin remontimizga 3 yil bo'lgan ekan. Ko'rib turibsizlar, deyarli odam yashamaydi ekan bu yerda, lekin ochgan, sho'rlagan joyi umuman yo'q. Ya'ni izolyatsiyalari zo'r bo'lgan do'stlar. Narxi boshlang'ich to'lovi 200 million so'm aytib kelishtirib beramiz обязательно. Va izinda asatqisi 38 million so'm pul qolgan do'stlar. Oyina 400 ming so'm, 450 ming so'mdan oylik to'lovi chiqib turibdi. Ya'ni kredit to'lab yuraman desangiz. Zo'r variant, mulk sifatida yoki ota-onalaringizga alohida kelib dam olish uchun zo'r variant. Hamma narsasi bor. Ya'ni kelishilgan holatda kvartirani beramiz. Albatta bunday videolarda o'tkazib yubormaslik uchun beruni uylaridan uzoqlashmanglar. Bizlarga g'azab bo'lib qo'yasiz.